kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman.
Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Iltimos qilardik, qo'linglar telefonlardan, oshiqcha buyumlardan bo'sh bo'lsa albatta. Onajonimizga uzoq umr tilab bitta shovqin chiroyli guldiroz qarsagiylari chalib qo'ysanglar. Salomat bo'linglar, yana bir bora assalomu alaykum deb biz bugun shundoq afsona talamish tantanalar saroyida sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishtirganimizdan g'oyatda xursand va baxtiyormiz. Bugun shundoq shodiyona ustiga shodiyona. Onajonimiz tug'ilgan kunlaridan tashqari ayollarimizni, xotin-qizlarimizni, ya'ni xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan oldin barcha ayollarimiz uchun yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim har doim shundoq go'zallik sizlarni tark etmasligiga tilaymiz. Ilohim oila a'zolaringizni baxtiga doimo sog'-omon yurishlik har birizga nasib etsin deymiz. Onajon, sizni alohida tug'ilgan kuningiz bilan muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim farzandlaringizni baxtu saodatini, rohatini ko'rishlik nasib etsin. Mana shu sovg'a qilingan sovg'alardek qadrli, qimmatli bo'ling doimo. Mana shu farzandlaringizni baxtu saodatini, rohatini ko'rishlik, undan tashqari albatta umr yo'ldoshingiz bilan qo'sha qarab baxtli bo'lib, Allohim necha yosh nasib qilgan bo'lsa, har bitta yoshi albatta yelka turib qarshi olishlik sizlarga nasib etsin. Ilohim 80, 90, 100, 150 yillarda ham shundoq chiroyli davralarda sizlarni tug'ilgan kuninglar bilan qutlab o'tirishlik nasib etsin deymiz azizlar. Mana shu tilaklarga qo'shiladiganlar bo'lsa, o'zingizlarga o'xshamadinglar, boshqatdan. Salomat bo'linglar. Endi o'zingizlarga o'xshadinglar. Xursabasiz. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz bilan muborakbod etamiz va endi barcha yaqinlaringiz albatta bugun chiroyli sovg'alar, chiroyli tilaklar bilan tashrif buyurgan va biz kelguncha hamma sovg'alarni topshirgan, ha? Kim sovg'a bermadi? Hozir ayting, so'rab beramiz. Albatta hammasi hazil. Hurmatli mehmonlar, hamma chiroyli sovg'alarni topshirib bo'lgan, endi navbat chiroyli tilaklarga mikrofon taqdim etiladi va galma-galdan onajonimiz uchun chiroyli tilaklar bildirishni boshlaymiz. Kimdan boshlaymiz azizlar? Eng kattamizdan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun Zulqumor singlima Ro'lang kuni, ham 8-mart bayrami. Hammangizni chin qalbimdan tabriklayman. Shu singlima uzoq umr, baxt saodat tilayman. Shu Giyum Otabek bilan deng yashab, deng qarib, Xudoning bergan yoshini yashab, Xudoyim mendan hejana bo'lib yurganlar. Allohimdan tilab qolamiz. Shu ro'za Ramazon oyida hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Kuch-quvvat tilayman hammangizga. Xudoyim mendan shu ahtiqam sunnat to'y, past to'ylardan ishlatib, o'ynab kulib o'tirish nasib etdi. Xudoyim sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Bugünkü 8-mart bayrami bilan tabriklar. Sog'lik omonlik bo'lsin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun singlimiz Zulqumorni tug'ilgan kuni bilan qarshilayapmiz tug'ilgan kunini. Singlima uzoq umr tilayman. Otabek bilan deng yashab, deng qolsin. Alloh aqllarini rohatini bersin. Hammangiz uyingizda shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Hamma vaqt sog'lik bo'lsin. Salomat bo'ling. Singlim Zulqumor, seni shu tug'ilgan kuning bilan tabriklayman seni. Bayram bilan tabriklayman, qo'shaloq bayram bilan tabriklayman seni. Otabek bilan deng qolgansan. Aqlaring sarohatini bergaysan. Uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman.
Şeyden sağ selamet koyucu gelsin. Ağam təbrikliyimə qırlarız. Başa qarıb bir gəl, ünürsüz görgeysin o Xudaym. Təbrikliyimə baxdı balımlar. Doğan günleriniz bilen tebrikliyim. Ömrünüz uzak olsun. Koşkanızla koşakarlı birgeysiz. Hem muhakkak yaşlı günlerden başınız çıkmasın. Bağalan namından, halağız namından tebrikliyim. Hem muhakkak yaşlı günlerde uçlaşıp oturalım. Biz uzak olsun. Biz ahirmete birlikte karlı uşaklıklarımız rahatını görürüz. Sen baktığımızda biz uzak olsun. Ekemden birlikte evimizde yürüp farklı günlerimizde birlikte öpeceğiz nasip etsin. Çok umutluyum. Çok selamet dileyin hemşe. Güldüğün, güzel olup açık bir geysiz yapacağım. Tebriklime, o tabiple bayım. Ne gördüler olsa erişmek nasip etsin. Koşarak beylem. Hem ben yukarı kızlar beylem bilen tebriklime. Hem o şunun yaxşı günlerde, şunun teşkilatda hemimizle uçulaşmak nasip etti. Şu aktıklarına rahatını görürüz nasip etsin. Ata büyüklerinden kalır, ben yaşam, hecana, hecata bol bilgeysiz. Şundan tebrikler götürmek hemimize nasip etsin. Endi albatta asosiy odam qoldi, albatta umr yo'ldoshingiz. Ulardan eshitarkanmiz chiroyli tilaklar. Undan keyin albatta raqslarga taklif qilamiz barchani. Assalomu alaykum. Akalar, biyilar, uyina, qo'shaloqlar. Hammayı shu bayram bilan tabriklayman. Oilangiz tinch bo'lsin. Bugungi bayramlarni ko'pisini ko'rgaysizlar. Buni qalolat Zulhumor. Sağlamıza umr. Shunday bayramlarni, tug'ilgan kunlarni ko'pisini yurdilar. Oilamizni baxtini, kızını baktına, balanı baktına, aktığını baktına, beni baktıma sağlama yürgeysen. Celinde yanını gününü görme. Birgelikte. Ey rahli veliler. Salomat bo'ling, baxtilarga ko'z tegmasin ilohim.
Yana bir bora tabriklaymiz mana shu davramizda har bitta tabrik bildirgan insonlari, bildirgan tilaginglar o'zingizlarga eng kamida 5 barobar oshig'i bilan erishishlik nasib etsin deymiz onajon. Albatta mana shu bildirgan tilaklari har biriga erishganingizda, shundoq yaqinlaringiz davrasida saxiylardan ko'paysalar ko'payib, kamaymasdan doimo nishonlashlik nasib etsin deymiz va siz yana bir bora tug'ilgan kuningiz bilan muborakbod etamiz va sizlarni raqslarga taklif qilishdan oldin bitta taklif bilan yuzlanmoqchiman. Raqslarni shu yoqda davom ettiramizmi yoki ichkaridami? Shu yoqdami? Javobsizlar. Hurmatli mehmonlar, barchangizni davramizga raqslarga taklif etamiz. Sizlar uchun Kamila kuylaydi. Allah'dan diledim düştün koluma, Xudadan diledim düştün elime. Yazdır ata hanım düymelerini, erkele bütün çişse dövürlerini. Apalı gelmeye sıra künleye, apalı gelmeye sıra künleye. Yazdır ağa canım düymelerini, erkele bütün çişse dövürlerini. Yazdır ağa canım düymelerini, erkele müzik çişse dövlerini. Ay again. Şakuş Aylantın Elinde güne king düğmesi katar, kucaklasam sineme batar. Elinde güne düğmesi katar, kucaklasam sineme batar. Birini için şedanlara batar, birini giyince güllere bakar. Yazdır ağa canım düğmelerini, erkele müzik çizse döplerini. Yeah. Canım düğmelerini, erkele müzik çizse dövlerini. Aynen. Azam bilen çıktım aynı görmeke, ay bakana kara balanı sövmeke. Azam bilen çıktım aynı görmeke, ay bakana patlı balanı görmeke. Ben hep vergen appak güynek iğninde, özüm hep vergen appak güynek iğninde. Yazdır ağa canım düğmelerini, erkele müzik çizse devlerini. Yazdır ağa canım düğmelerini, erkele müzik çizse devlerini. Gel gel ey aynanı, ah ah ey ah, özüm aynanı.
bo'lib turibdi ajoyib. Milliy Xorazmda eski milliy navolar. Qalpa yo'nalishida, qalpa. Allah buyur aşeken ah ah hey ah yarım kalan kaşeken ah ah hey ah Allah buyur aşeken ah hey ah hey ah yarım kalan kaşeken ah ah hey ah beni sevgen yarım ah hey ah yüreği bağrı taşeken ah hey ah beni sevgen yarım ah hey yürek bağrı taşeken ah hey Akala çiçek ya, akala çiçek ahey, ahey ah. Gel gel aynan aman ahey ah, kızım aynanin aynanin ahey ah. Rahmet eylesin. Yeah. Ajoyib bo'lib turibdi, ajoyib. Yurtumuza bir geldik, yurtumuza bir geldik.
Salomat bo'linglar, qisqa tushgan qo'linglar, oyog'inglar, qo'linglar, joninglar baxtga olmasin deymiz va ma'qul kelgan bo'lsa ta'minlovchilarimizda qarsaginglar bo'lsin deymiz. Salomat bo'linglar. Qolamassak ham sizlar bilan xayrlashishga majburmiz va xizmatimiz yakunida onajon sizni yana bir bora tug'ilgan kuningiz bilan muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin va shuni tilab qolamiz. Ilohim kelasi yil tug'ilgan kuningizni albatta farzandlaringiz tomonidan qo'shalog'don qilib haj safariga yo'llanmalarni biz, ya'ni Kaknus a'zolari o'z qo'llarimiz bilan topshirishlik, bizga sovg'a qilishlik farzandlaringizga, qadr qilishlik esa sizga nasib etsin deymiz. Va hurmatli mehmonlar, qolgan mehmonlarimizga ham chiroyli tilaklarimiz, ularni har safar xarga ko'rishganimizda shunday ko'taring kayfiyatda, yuzingizda tabassum, ko'zingizdan nur, qalbingizdan mehr, xonadoningizda esa baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, daromad, totuvlik tark etmagan holatda va har safar xarga ko'rishganimizda yuzingizdan nur tabassumi, oldi tishingiz to'rtta oqini ko'rsatib, kulib jilmayib turgan holatda ko'rishlik nasib etsin deymiz. Qarsa chalgan qo'linglar faqat pul sanat charchasin deymiz. Salomat bo'linglar, sizlar bilan Kaknus Production jamoasi bo'ldi.